Qaynana, Ha, kuyov? meni kechiring. Ha, nima bo'ldi? Qizingiz bilan Ha. yangi olgan mashinangizni urib oldik. Ha, mayli, kuyov. Endi falokat oyoq ostida deydi-ku. Ha, bu texnikada, kuyov. Ha, mayli endi. Hech nima qilmaydi. Mayli. Kechirdi. Inson kechirimlik bo'lish kerak. Kuyov. Undan keyin o'sha mashinani urib olganimga qizingiz aybdor bo'ldi-da. Xo'sh. Qizingizni urib reanimatsiyaga tushirib qo'ydim. Qaynana, kechiring. O'lmadimi? Yo'q, o'lmadi. Nafas olib jotibdimi? O'lyapti. Ha, go'rga. Hech narsa qilmaydi. Yashab ketadi. Inson kechirimlik bo'lish kerak. Ha, kechirdim kuyov. Rahmat qaynana. Yana kechiring qaynana. Ha, nima bo'ldi yana? Oshxonangizga kirib ovqat qilaman deb oshxonangizni yoqib yubordim. Zalga o'tmadimi? Yo'q, o'tmadi. Ha, mayli kuyov. Ha, hovlida ham ovqat qilaveraman. Mayli. Rahmat qaynana. Sizga o'xshagan insonni ko'rmaganman qaynana. Rahmat. Kechirimlik bo'lish kerak. Siz ham meni bir narsaga kechirib qo'yasiz-da endi. Mayli qaynana, kechiraman, kechir. Ana sizni boshingizga tayoq bilan urganimdan keyin treseni satra oldingiz. Shundan keyin har narsalarda gapiradigan bo'lib qoldingiz. Mayli qaynana. Kechirdim. Kechirdim. Inson kechirimli bo'lish kerak. Yo'q. Ha, oshxona jondi deysiz. Mana oshxonada o'tiribsiz-ku o'zi. Qizingiz больницада deysiz. Heyla qizim, savziga yarjib jotibdi, osh qilaman. Uchinchidan, ha, bizda hech qachon mashin bo'lmagan kuyov. Qaysi mashinda aytyapsiz o'zi, ha? Qaynana, Ha. yana bir narsaga kechiring. Ha, mayli kechiraveraman. Nima ekan? Monosini ham kechirdim. Nima o'zi? Kecha plastikka pensiyam tushgandi. Ha. Shuni ishlatdim. O'rtoqlarim bilan ertalabgacha o'tirib ziyofat qildik. Mayli, osh bo'lsin, kuyov, mayli. Yaxshi qilibsizlar. Inson kechirimlik bu. No. Sen jimron qoziq 30 yoshga chiqmay qanday pensiya chiqadi senga? Hali meni plastigimni ishlatding, to'xta.